Bir ayol derazadan qarab turib, ro'paradagi uyda kir osib chiqayotgan qo'shnisini ko'rsatib dedi: "Dadasi, qarang, anavi ayol kirlarini chala yuvayotgan ekan." Eri indamabdi. Ertasiga, indiniga yana shu holat takrorlanibdi. 3-kuni xotini derazadan qarab, "Hayriyat, anavi ayol bugun kirlarni toza yuvibdi" desa, eri: "Yo'q, xotin. Men ertalab derazalarimizni artib qo'ydim" deb javob bergan ekan. Ikki do'st birga tijorat qilishardi. Kunlardan bir kun ulardan biri shaytonning vasvasasiga uchib, sherigiga xiyonat qilib qo'ydi. Nafsi baloyu ofatdek ustun keldi. Lekin ular yillar davomida bir-biriga shunchalik o'rganib qolishgandiki, ajralish oson emasdi. Xiyonat qilgan do'st ichida shunday o'ylardi: o'tdi, ketdi. Sherigim ham gunohimni kechirsa kerak. Ikkinchisi esa xato hammadan o'tadi. Kechsam kechaman degan qarorga kelgan bo'lsa-da, avval sherigini yana bir bor sinab ko'rmoqchi bo'ldi. U sherigiga shunday dedi: "O'rtoq, bu ishning ajrimini oxiratga qoldiraylik-da, ko'zimizni chirt yumib, ishni shu yerdan davom ettiraylik. Nima deysan?" Bu bilan u sherigi oxiratdan qo'rqadimi, yo'qmi, sinamoqchi edi. Sherigi esa: "Yaxshi o'ylabsan, o'rtoq. O'tgan ishga salovat. U yoqlarga kim borib kelibdi o'zi?" deb javob berdi. Shunda ikkinchi sherik uning bu gapidan keyin unga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotdi va sherigidan butunlay voz kechdi. Menga ozgina suv ber. Bir vaqtlar mahallada badavlat bir odam yashardi. Uning 2 o'g'li bor edi. Ammo ular tantiq, tarbiyasiz bolalar edilar. Qo'shnilardan biri esa oqil, yaxshi, axloqli, hammaga mehribon, nuroniy bir kishi edi. Bir kuni shu oqsoqol kishi bolalarning otasiga shunday debdi: "Qo'shni, shu o'g'illaringizga biroz din darsini o'rgatsangiz, siz uchun ham, ular uchun ham xayrli bo'ladi. Diniy tarbiya olgan bolalar go'zal axloqli bo'ladilar. Keyin menga rahmat aytasiz. Men keksa odamman, ko'p narsani ko'rganman. Siz hali yoshsiz, tajribangiz ozroq. Bolalaringizga ustoz toping, ularga axloq, odob, tarbiya, din va fazilat darsini bersin. Shunda siz rohat ko'rasiz va meni minnatdorlik bilan eslab yurasiz." Biroq bolalarning otasi bu nasihatni mensimadi. U boylik orttirgan bo'lsa-da, hayotiy tajribasi oz, fahmi kuchli emasdi. Shuning uchun u qo'shnisining gapiga shunday javob qaytardi: "Men farzandlarimga katta boylik to'pladim. Ularga bu meros yetadi. Din darslari, axloq darslari ularga kerak emas." Yillar o'tib, oradan 10-15 yil o'tdi. Bir kuni qarib qolgan odam o'g'illari bilan bir dasturxon atrofida o'tirardi.
U biroz xo'rsinib, katta o'g'liga murojaat qildi. O'g'lim, menga ozgina suv bergin. Kichkina o'g'li esa beparvolik bilan javob berdi. Ota, suv oldingizda turibdi. Ana cho'mich, ana chelak. Ukasining bu qo'pol muomalasini katta o'g'li joyida o'tirib kuzatdi va shunday dedi. Ota, bu o'g'lingizning fe'li va axloqi qandayligini bilasiz. Unga aytib o'tirmay, o'zingiz chelakdan cho'mishda suv olib icha qoling-da. Yo'l-yo'lakay menga ham bir cho'mich suv uzating.